Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Ko'rib turganlaringdek biz yangi svit kesadigan stanok keldi. Buni xalqimiz orasida penablok deyishadi. Penablok nomi bilan mashhur, lekin bu penablokdan ko'ra ancha mustahkamroq. Rossiyada buni svit deyishadi. Ya'ni mustahkamroq ancha. Bu qurilmamizda qanaqangi afzalliklari bor desa, biz avvallari svit kesishda qo'l aridan yoki bo'lmasam benzapila, elektropilalardan foydalanardik, lekin juda ham bir noqulayliklar ko'p tug'dirardi. Benzapilalar kuyib ketardi, motori buzilardi nagruzka bilan. Lekin bunda unaqangi holatlar hech ham kuzatilmadi. Ya'ni yaxshi ishlashi yaxshi. Qulayliklari nimada desa, buni o'zida lineykasi bor. Ya'ni sizga qancha svit razmeri kerak bo'ladigan bo'lsa, svit qo'ysangiz, mana 20 razmerda turibdi hozir. 20 santimetrga qo'yib turib, stanokda ishlatgan paytingizda sizga 20 santimetrlik kusok kesib beradi. Yana bizga eng muammoli tarafi qurilishlarda mana shu eng patologda turgan 2 santimetrlik kusokni kesishlik juda ham bir muammo bo'lardi. 2 santimetr, 3 santimetrlik kusok kerak bo'lardi. Qo'llarda kesilgan paytda yoki bo'lmasam benzapilalarda kesilgan paytda shuni sindirmasdan kesib olishlik juda bir muammo edi. Bu qurilmada bunaqangi muammolar umuman kuzatilmaydi. Sizga qancha 1 santimetr bo'ladimi, 2 santimetr bo'ladimi kusok kerak bo'ladigan bo'lsa, svitni eng kichkina razmeridan tortib eng katta razmer, ya'ni 40 lik razmerdagi svitgacha ko'ndalang qilib kusok kesa oladi bu. Ya'ni sterlosining uzunligi 40 santimetrdan balandroq, sal baland. Hozir sizlar bilan shu qurilmamizni ishlash jarayonini kuzatamiz. Ya'ni biz bu kusokni sal noqulay qo'yganligimiz uchun oxirigacha kesmadi, lekin bu odatda oxirigacha kesadi mana. 2 santimetrlik kusokni tekis juda ham chiroyli qilib kesib berdi. Agar doim svit ishi bilan shug'ullanadigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, shu qurilmadan xarid qilsa, inshaalloh ishlarining sifati ham, ish unumdorligi ham bir necha barobarga oshadi. Bizga bu qurilmamiz Rossiyaning Tomsk shahriga 109 ming rublga yetib keldi dastavkalari bilan. Tavsiya qilamiz, xarid qilinglar. Inshaalloh juda ham tez kunlarda o'zini oqlaydi bu qurilma. Chunki sizni ishingizni ancha yengillashtiradi. 4 kishi ishlaydigan joyda bemalol 3 kishi yoki 2 kishi ishlasa ham o'sha 4 kishining ishini bajaraveradi. Inshaalloh xarid qilinglar, tavsiya qilamiz. Qanaqangi savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Inshaalloh stanok borasida inshaalloh barcha savollaringizga javob beramiz.